Assalomu alaykum. Hammaga xush kelibsizlar. Hay mayli YouTube kanalida Hay mayli stand up navbatdagi soni Kamina Mirshakar Fayzullayev va biz hoziroq boshlashga tayyormiz. Siz kanalga obuna bo'lganingizdan keyin. Всё, qolgani siz vijdoningizga havola. Biz tayyormiz. Kutib oling. Marhamat, bizda birinchi komik. Doniyor Nazarov, marhamat. Kinolarni yaxshi ko'raman. Ko'rishda Gollivud filmlari bormi? Menga o'xshab yaxshi ko'rayotganlar. Ha, sizlar menimcha u toifadagi odam bo'lsanglar kerak-a. Kinodan gap ketsa Interstellar deydigan. Yo, o'zimga ham yoqadi, to'g'risi. Chet el kinolari menga eng yoqadigani bu, mana e'tibor berganmisizlar, chet el kinolarida yovuz qahramonni hammadan ajratib turadigan bitta jihati bor. Bu uni dahshatli kulishi. Misol uchun men uni kula olmayman. Chunki mabodo kulsam, kulgi yo'qolib ketishi mumkin-da. Bu juda yomon. Bu juda g'alati. Lekin yoqtirmaydigan tomonlari ham bor. Shunaqa syujetlari bor. Sizlar ham bilasizlar, ko'rgan bo'lsanglar, ikkita er xotin bo'ladi-da. Ular bolasi bilan uy izlagani ketadi. Ular topgan uy ham yerda o'sha yerda bo'ladi-da. Uyni ko'rsatayotgan odam bu uyda avval 37 ta kishi ishsiz halok bo'lgan desa, mana ikkita dabba olamiz. To'g'risi, o'zimizda kinolari bor. Yomon emas, lekin syujetlar qanaqadir bir oddiyroq deymi? Mana ko'rganmisizlar, bizda kinolarda, seriallarda agar qaysidir odam qamoqdan ozodlikka chiqarilsa, siz ana odamni qamoqdan chiqqanini bilasiz-da. Qamoqdagi kiyimlari bilan chiqib keladi. Ko'rganmisizlar? Bu juda g'alati. Lekin men armiyaga borganman-da. Biz xizmat tugagandan keyin formamizni o'zimizdan olib ketsak, maylimi desak, sandan keyin kelganlar nimani kiyadi deyishganda bizga. Keyin bilasizlarmi, bizda kino seriallarda bozorda sotuvchi, kafeda ofitsiant yo nonvoy bo'lib oddiy ishda ishlayotgan odamlar yo'q. Bizda kinoda hammasi ofisda ishlaydi. Ko'rganmisizlar, hisobot qachon tayyor bo'ladi? Hamkorlar bilan uchrashuv soatning ichida. Juda g'alati. Bilmayman nimagadir. Mana bizda kinolarda ko'rgan bo'lsanglar, agar boy oilalar bo'lsa, ular hashamatli hovlilarda turishadi. Misol uchun hayotda unaqa emas-ku. Hayotda mana sizlar ham ko'chada ikki qavatli uylarni oldidan o'tib ketayotgan paytlaringiz, o'sha uylarga qaraganda xayolingizdan hech o'tadimi? Bu iploslar shuncha pulni qayerda oldi ekan-ey? Men shu yoshga kirib qora mehnat bilan bunaqa uyni bo'lib to'lashga ham olmasam kerak-da. O'ta g'alati. Kinolarda rostdan boy oila bo'lsa ikki qavatli uylarda turishadi. Hayotda rostdan unaqa emas-da. Mana hayotda o'ziga to'q, lekin domda turadigan odamlar ham bor, ko'rganmisizlar? Haliga ko'rgan bo'lsalar, podyezdning tagida BYD turgan bo'ladi. Unga kechasi 11 da ikkinchi qavatdan zaryadkasini chiqarib ulab qo'ygan bo'ladi. Yo, sizlar o'ylashinglar mumkin, haliga yomg'ir yoqqanda xavfli emasmi deb turib, yo'q, xavfli emas. Xavfsizlikka rioya qilingan. Unga baklashga kiygizib qo'yishgan. Bizda kinolarda ko'rgan bo'lsanglar, dialoglar tabiiy emas qanaqadir. O'ta kitobiy. Mana chet elda bilsanglar, odamlar hayotda qanaqa gapirsa, u yerda kinodagi qahramonlar ham xuddi shunaqa gapiradi. E'tibor berganmisizlar? I don't want to kill you. What are you talking about? You fucking asshole desa, biznikilar juda ham yomon ish bo'libdi. Lekin mana o'zimizda ham hozir haligi yaxshi kino seriallar chiqyapti. Salom TVdan Fara Tashkentskiy degan serial chiqqan. Kim ko'rgan? Kimning ko'zi tushgan? Fara Tashkentskiy. Ajoyib serial, ajoyib. Unda dialoglar ham tabiiy va so'kinishlar ham bor ekan-da. Lekin menimcha unga so'kinish mumkin deb turib, unga yarashmasa so'kinishni qo'shib qo'ygandaymi? Mana serialda bilsanglar, bitta yomon amaki bo'ladi. Sochlari orqaga taralgan, menga o'xshaydi. Amaki har 2-3 gapini orasida "Bo'lyatsanlar, bitta ish ham eplab qila olmaysanlar. Bo'lyat, bu nima degan gap?"
Ana bor-ku qaysidir serialda haligi dadasi o'g'lizni o'rniga chimildiq o'zingiz kiring degan. O'sha odam ekan. E'tibor berganmisizlar, bizda kino seriallarda mana 18+ mavzular ma'naviyatimizga yomon ta'sir qiladi deyishyapti, lekin kino seriallarimizdagi qaynota va kelin ishqiy sarguzashtlari bilasizlarmi, keyin bizda kino seriallarda faqat qaynota bilan kelin shunaqa ishlarni qiladi. Siz hech qaysi kino serial boshqa joyda qaynota bilan kuyovni bunaqa ish qilganini ko'rmaysiz-da, chunki bu porno bo'lib qoladi. Bizga bunaqa narsalarni ko'rish mumkin emas. Uni shtrafi bor. Ko'rganmisizlar, chiqib keladi-ku, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining. Bu o'ta g'alati. Lekin juda ko'p odamlar hate qilishar ekanda. Seriallarda juda ko'p odamlar bundan boshqa mavzu yo'qmi? Davlat byudjeti qayerga ketyapti? Ahad qayin bo'ldi qilsa bo'lmaydimi? Bu hali men yozganlarimda. Juda ko'plar hate qilar ekan. Lekin shunga qaramasdan men novella seriallarda odamlar uchun foydali bo'lgan tomonni topdim. Agar mobodo jig'ildoningiz qaynashni boshlasa, bu zo'r maslahat, bu juda zo'r maslahat. Men prosta shu paytgacha jig'ildonim qaynagan paytda nima qilishni bilmasdan kutib o'tirardim, qachon o'tib ketay ekan deb. Pomidor yeyish kerak ekan. To'g'risi, novellalardan yomonroq nima bo'lishi mumkin? E'tibor berganmisizlar? Turk seriallari. Men to'g'risi shuncha turk seriallarini ko'rgan bo'lsam, tushungan narsam shu bo'ldiki, hamma turk seriallarida hamma narsadan noliydigan bitta iflos xotin bo'lar ekan, anonga hech narsa yo'qmas ekanda. Ana chiqib keladi-da, meni bu uyda hech kim sezmaydi, men bu uyda hech kimman deydi-da, ko'rganmisizlar, har safar har xil qimmat kiyimlar kiyib chiqadi. Men shuni hammasini yirtiq paypoqda tomosha qilib o'tiraman. Rahmat hammaga, Doniyor Nazarov bo'ldi sizlar bilan. Keyingi stand-up komik diqqat bilan eshitinglar har bitta gapini. Chunki urushib berishi ham mumkin. So'rab olishi ham mumkin. Qaysidir choyxonada o'tirgan payt ota-onangizga aytib berishi ham mumkin. Rostdan shunaqa yoshda bu odam. Mo'min Qobilovich, marhamat. Assalomu alaykum hammalarga. Tak, srazu qo'rqitaman sizlarni. 2004-yil uylanganman. 21 yil, 4 oy, 12 kun, 16 soat bo'ldi uylanganimga. Shuncha yil xotining bilan yashaganingdan keyin xohlaysanmi, xohlamaysanmi, xotining seni o'rtog'ing bo'lib qolar ekan. Eng yaqin og'ayning bo'lib qolar ekan. Bitta shikalga bormaysan bo'ldi. Og'aynalaringdan yaxshi taraflari ham bo'ladi. Masalan, boshingga og'ir kun tushganda yo'qolib qoladi og'aynalaring, xotining yo'qolmaydi. Yaxshi kuningni ham yomon kuningdan tepingda turadi mana shundoq. Bilasizlarmi, yana yaxshi tarafi xotinni og'ayning bilan qilmaydigan ishlarni xotining bilan qilsang bo'ladi. Masalan, banka yopish, nima deb o'ylayapsizlar? Banka yopganmisizlar xotininglar bilan? Maydan oktyabrgacha bizani uyda bankaga asoslangan matriarxat boshlanadi. Yakshanba ertalab 4da xotinim men Optoviy bozorga ketamiz. Xotinim pomidor bilan bodringni qatorini topib oladi-da, o'ljasini topib qidirayotgan itdek mashina qidirib ketadi. Orqasidan men uyqusirayotgan oyoqda anaqa ketadi qilib. Mashina ketadi, bir payt bir nima urilib tap to'xtayman. Qarasam xotinim shu orzusidagi pomidorlarni topgan bo'ladi. Hali pomidorlarni-chi shunaqa tanlaydi, bodringlar shunaqa tanlaydi. Ishonasizlar, turmushga chiqayotganda erini bunaqa tanlamagan. Rahmat. Keyin kerakligini yig'ib oladi deb, bundoq menga qaraydi, pomidorga qaraydi. Yana bundoq qaraydi, adasi bekor aroq ichish tashlagansiz deb zo'r marinovka zakuska qilib berarim sizga deydi. Bilasizlarmi? Har xil odamlar boyligini har xil o'lchaydi. Kimdir dollarda, kimdir tillada o'lchaydi. Meni xotinim bankalarda o'lchaydi.
Vot bankalarda o'lchaydi. Mana yaqinda yer qimilladi-yu. Yer qimilladi deb biz o'g'illarim bilan tipirchilab dokumentlarni, pullarni yig'ib bundoq yugursak, xotinim yo'q. Bundoq qaradikda, qarasa bankalar taxlab qo'ygan, o'sha yopgan bankalarini oldiga turyapti. Qilibdi. Biza yer qimirlashi to'xtaganiga xursand bo'lsa, u bankalar sinmaganiga xursand-da. Vot bilasizlarmi, shu darajada jiddiy bizada bankaga bo'lgan munosabat. Bir marta dekabrda ochiladigan kompotni men noyabrda ichib qo'yganman. Rahmat. Vot sizlarga kulgili, meni oilam parokanda bo'lib bizilib ketdi-degan. Mahalla komitet, xotin-qizlar qo'mitasi, uchastkovoy, madaniyat vaziri kelib, o'zi shunaqa ekan, hozir bir nima bo'lsa madaniyat vaziri qayerga qaryapti deyishadi. Vot zo'rg'a yarashib ketganmiz, lekin ko'zida shunaqa bo'lgan Nur xotinim shundoq aytganda ablah undan ko'ra xiyonat qilganing yaxshi edi debdi. Vot kulgili to'g'ri, lekin hozir xotinim bilan meni bitta muammoyimiz borgan sari kun sari ortib boryapti. Katta o'g'lim 20 yoshda, xolamasi kelin mavzusi uyda ochilyapti. Va men xotinim bilan qo'rqaman. Shunday internetda yoqsa, o'g'ri kelin, daydi kelin, qochoq kelin, Dubay ko'rgan kelin, qamoq ko'rgan kelin. Va tarbiya ko'rgan kelin yo'qmi? Qo'rqamiz biz. O'sha hozirgi qizlarning vaziyatini ko'rib bitta savol bergim kelyapti. Qizlar sizlarga. Mana yaxshi ko'rgan, sevgan yigitinglar, mahrga $1 million beradigan, yoshlari 50 dan oshgan, bo'ylari 1.60, vaznlari ham 1.60, og'zilari sasiydi, oyoqlari ham sasiydi, amaki bilan o'rtasida tanlash kerak bo'lsa, $1 million nima qilardinglar? Tak, yana bitta fikr bor bilsanglar. Ustoz otangdan ulug' degan. Men unga qo'shilmayman. Buni mencha o'qituvchilar o'zi o'ylab topgan. Chunki meni adam hech qachon uyda osilib turgan pardaga har yil pul yig'maganlar. O'qituvchilik kuniga bergan podarkamga qarab muomalalari o'zgarmagan. Lekin o'qituvchilarning bitta yaxshi xususiyati bor, bilasizlarmi? Yoshligilardan aytib beradi. Bo'ladigan bola, bo'lmaydigan bola, xuddi qo'y tanlaganda aytib tashlaydi. Bo'lasan, bo'lmaysan deb taqdiringlarni hal qilib tashlaydi. Vot, meni shunaqa o'qituvchim bo'lardi, lekin hamma bashoratlari to'g'ri chiqqan deyarli. Bitta sinfdoshim bayramda o'ziga yurtda shoh bo'lganda, yurtimda gado bo'lay deb yig'lab she'r aytib bergan. O'shanda o'qituvchim aytuvdilar, "Sen bola uzoqqa borasan" deb. Haqiqatan uzoqqa bor. Hozir uzoq Amerikada fura haydab yuribdi. Yana bitta sinfdoshim bor edi, ko'p shokolad yerdi. Sani boshingni shokolad yeydi, sani boshingni shokolad yeydi desalar, hayron bo'lardi. Qanaqa shuni boshini shokolad yerdi deydi. Dubaydan dubayskiy shokolad Toshkentga o'tkazib 5 yilga qamalib ketdi. Akasida shokolad ichiga tilla bekitib bo'lmas ekan. Lekin hamma bashoratlari ham to'g'ri chiqmagan. 11-sinfda bitta bola maktab remontiga yig'ilgan pulni o'g'irlab ketgan. Aytganlar, "Sen o'g'ri bo'lasan, jinoyatchi bo'lasan, qamalib ketasan, sen bunaqa yurishingda" degan. Yo'q, tuppa-tuziy zam hokim bo'lib ishlab yuribdi. Kim Ilhaq filmini ko'rgan? Ko'rganmisizlar Ilhaq filmini? Vot o'sha Ilhaq filmini oilaviy ko'ryapmizda. O'g'lim so'rab qolyapti. "Ada, pochtalyonni nimaga hamma yomon ko'radi?" deyapti-da. Chunki u qora xat olib keladi. "O'g'lim, sen o'g'lim jim turib. Ada, u paytlarda ham radar bo'lganmi?" deydi. Men ham aytdim. "To'g'ri, o'g'lim, radar bo'lgan u paytlarda, lekin limit ham bo'lgan. Bitta erkakga bitta xat kelgan" deb. Keyin bilasizlarmi, har bitta otani muqaddas burchim bor deb o'ylaydi. Ya'ni o'g'illariga qanaqa qiynalib katta bo'lganini aytib berish. Vot, men ham shunaqa muqaddas burchimni ado etaman deb o'g'illarimga maqtanyotgandim. Men tarvuzni polizdan olib yerdim. Qulupni dalaga kirib tozalab mana bunaqa yeb ketaverardim. Pomidor yesam qo'shnini dalasiga tushardim. Olma yezgim kelsa boqqa o'g'rilikka tushardim. Qornim ochib ketsa Navoiyga borib mo'ltirab qarab turardim, bitta non berardi desam, kichkina o'g'lim menga bundoq qarab turib, "Ada, sizlar paytda hali pul o'ylab topilmaganmi?" deydi. Bilasizlarmi? Meni yoshim 43da. Xohlasam, xohlamasam o'rtoq tanlash imkoniyatim yo'q. Bor o'rtoqlarim bilan yashashga majburman. Vot, meni bitta shunaqa vaysaqi, maslahatgo'y, hammani izvoradigan bitta o'rtog'im bor-da. O'sha o'rtog'imga adasiga men maxsus narda sovg'a oldim. O'rtog'im bilan ketyapmiz. Endi u og'aynim, o'rtog'imni adasi qanaqa insonligini bilishinglar uchun Soyuz paytda magazinda direktor bo'lgan. Mustaqillikda bozorda pattachi bo'lgan odam. Kelsa shu eshiklarda narda o'ynab o'tiribdilar, mana shunaqa qilib kelgan.
Biz ko'rish so'rashyapmiz, ani o'g'illari yana kimgadir maslahat qilyapti. Men ham eshitmayapman, adalari ham eshitmayapti. Adasi bundoq narsa tashlab bo'lmayman deydilar. Aytsam, tarozdan o'g'irlash og'ir gunohmi deyaptilar. Og'ir bo'lsa kerak desam, o'g'illarga yengilga bunaqa o'g'il berilmaydi deydilar. Rahmat. Nardani berdim, sovg'asini aytib, ustasiga endi arzimasa ham, irimaga ham bo'lsa ham bir arzon bo'lsa ham bir sovg'a berib yuborishingiz kerak desam, yana o'g'illarga qarab o'tirib, "Men buni berib yuborsam, arzon emasmi?" deydilar. Bilasizlarmi, hozir filmlarda 13+, 6+, 18+ degan reytinglar ketyapti. Bizning yoshligimizda reyting degan narsa bo'lmasdi. Ko'rsa bo'ladigan kino, ko'rish mumkin emas bo'lgan kino bo'lardi, bo'ldi. Tushunishinglar uchun, mahallada video salon bo'lardi. 20 so'm pul berib kirsak, o'tdan zabardast, kuchli, qassaskor erkak bo'lganlarimiz kelib ketadigan kinolar ko'rardik. 40 so'm pul bersak, prosta tezroq erkak bo'lib ketishimiz keladigan kino ko'rardik. Tushundingiz-a? Вот. Farqi yo'q edi. 13 yashar ham, 25 yashar ham, 45 yashar ham bitta xonaga tiqib yuborardilar video salonning egasi. To'g'ri, yozuv chiqardi. 18+, 21+ degan yozuvlar chiqardi. Biz uni xonaning harorati bo'lsa kerak deb o'ylardik. Men o'g'lim bilan fitness zalga bordim. Voy, ishonmayapsizmi zalga borganimga? Ishonishinglar uchun. Men o'g'lim bilan fitness zalga bordim. Вот. Zalga bordik, shug'ullanamiz. Hech qachon kelajakda o'g'illar bilan bitta zalga bormanglar. Men qilgan xatoni qilasizlar sizlar ham hatto. Точно qilasizlar erkak bo'lsanglar. Shug'ullanamiz. Bitta ayol o'tib ketyapti, mana shunaqasiga, lasinasiga qarayapman, topikiga qarayapman, mana shunaqasiga qarab shug'ullanyapman, nima bunaqa qilib qarab tursam, o'g'lim ham tirjayib, "Ada, tanidingizmi, mashhur fitness bloger deydi." O'g'lim men haqimda yaxshi fikrda ekan. Men u ayol vacha yuziga qaramadim. Tak, endi yechim olman o'tirib, bir jiddiyroq gap aytay, chiqib ketishdan oldin. Qaranglar, jiddiy gapni boshladim. Kuchuk wow derkan. Mushik miyav derkan. Mol nima deydi? Bilmasangiz bilib qo'ying. Mol mahriga $1,000,000 berasiz, bitta uy olib berasiz deydi. Rahmat, menda buguncha shular. Davom etamiz. Demak, bizda navbatdagi komik Otabek Xudoyberdiyev, marhamat. Rahmat, hammaga assalomu alaykum. Ismim Otabek, familiyam Xudoyberdiyev. Stand-upda bo'li hammaga tushunarliroq mavzu haqida gapirish kerak. Hojatxona. Fu demanglar, vrat li ishlatmaysizlar kimdir. Xullas, yaqinda metroga hojatxona o'rnatildi. No 8 gacha ishlar ekan. Sizning organizmingiz 24 soat ishlaydi. Tushunyapsizmi? Men tushuntirib ayta olmayman oshqozonimga qarab. Jigar. Bizga yaqin munosabatimiz shunaqa. Jigar 8 gacha ishlash kerak ekan. Kimdir aytishi mumkin, uyga borib qilsang bo'lmaydimi deb. Men Sergelida turaman, tushunyapsizlarmi? Siz даже metroda borsangiz ham, mana Sergeli Toshkentning oxirida joylashganda. Mana Sergeliga boraversangiz, men plakat chiqadi, Toshkent tugayapti degan. Toshkent tugaydi, yana bitta taksi bilan yetasiz bo'ladi. Sergeli shunaqa uzoq joyda joylashgan. Xullas, metroga hojatxona o'rnatildi. Shaxsan men qarshiman, chunki Wi-Fi bor hududga hojatxona o'rnatish yaxshi fikr emas. To'g'risi hamda. Xullas, bir kuni Yunus Rajabiydan persatka qilyapman. Bitta bola bordida, eshikni ochib ko'rdi, yopiq ekan. Afsuski, metro xodimlari borib tushuntirdi. Что, mashina 8 gacha ishlaydi. Men o'yladim, вот hamma persatkadan o'tgan odamlar bor-ku, o'sha Amir Temurdagi. Ko'rdi-ku u bolani. Endi hamma biladi. Mana bu bola uspet qilmadi. Tushunyapsizmi?
u endi qizlar bilan romantik tipa gap ham o'tolmaydi, tushunyapsizmi? Borib turib, "Yaxshi qiz, men sizni qayerda ko'rganman" desa, "Men ham sizni ko'rganman." Bo'yi ulgurmadingiz. Yoki to'g'risi u bo'lsa bo'lganimda nafs aksuvchani hazil qilgan bo'lardim. Просто tagiga latta tashlab ketardim-da. Har ehtimolga qarshi. Da, o'ylayman. Umuman hojatxonada u metroda-ku o'tiribsiz, qachondir xayollarga berilib qolgan paytingiz to'satdan ovoz eshitilib qolsa, ehtiyot bo'ling, eshiklar ochiladi. Boshqa eshikmi? Uni qo'rqitmanglar. Yana nima demoqchi edim? Metroda hojatxona, keyin pullik. No, metroga chiqishga nisbatan arzonroq. Tushunyapsizmi? Butun Toshkentni aylanishingiz arzonroq undan. Как будто xohlaganingcha aylan, lekin rosa vaqt tashama degandek. Da, unaqa uzoqqa bormaymiz. Короче, men qarshiman ichki kiyimlarni tashqarida sotilishiga. Kim ham universitetdan o'tgan, ko'rganmizlar, prям kolleksiyaga qo'yishgan. Ichki kiyimlar turadi, men ba'zida bunda o'tayotgan payt mamnuqa qilib o'taman. To'g'risida mamnuqa qilib o'taman-da, ba'zida bunday kechib kiyilib qolibdi. To'g'risi ichki kiyim sochiladi, chunki mana nimaga yomon tashqarida masalan tanishingizni ko'rib qolishingiz mumkin. Sotib olyapsan. Вот mana shu dialog qo'rqitadi meni, tushunyapsizmi? Chunki turib, senga ham parvozchilar yoqadimi? Nima ishing bor? Men o'yladim. Nimasi qaysi holatda qulay? Qanaqa qulay? Yo butikda yoki magazinlarda, supermarketlarda sotgan yaxshi, to'g'rimi? Da. Yo'q, noto'g'ri. U yoqda kiyib ko'rsa bo'ladi. Men sinab yo'q. Mana qanaqa butiklarga borsangiz, prям chiroyli turgan bo'ladi, lekin u yoqda hech kim qaramaydi, kimdir kiyib ko'ryaptimi yoki yo'qmi. Men o'shandan qo'rqaman. Chunki bittasini oldimda, kiyinish xonasigacha bordim. Hech kim indamadi. O'sha payt xayolimga kelgan narsa, kimdir buni oxirigacha sinab ko'rgan. Shuning uchun lучше yoymadan qo'ya qolgan yaxshi ekan. Ofitsiant bo'lib ishladim yaqinda. Ofitsiant bo'lib ishlash to'g'risi unchalik qiziqmas ekan. Hamma gapiradi sizga, tushunyapsizmi? Prям hamma gapiradi. Menejer ham gapiradi, kassir ham gapiradi, administrator ham gapiradi. Ba'zida u bo'lsa ham gapiradi. O'tibek naroq tur deydi. Bir marta просто o'tiraman, bittasi kelib aytadi, "Sen nima qilsan bu yoqda?" dedi. Aytdim, "Sen kimsan?" "Kuryerman" dedi. "Bor ishingni qil, nimaga menga gapirasan? Просто hamma gapirganda men ham gapiryapman" dedi. Hammani gapirgisi keladi. To'g'risi men любой ishda ozgina hazil qilgim keladi-da, bu yoqda unaqa emas. Tushunyapsizmi? Masalan, mehmonlarga ba'zida hazil qilaman. Kechirasiz, sizga amerikanomi yoki hazil deyman-da. Ular aytadi, "Da, hazil eshitganmiz, amerikano iltimos." Ba'zida boshqacharoq javob berishadi. "Amerikanomi yoki hazilmi desam, boshqa ofitsiant mumkinmi?" Barista bilan hazillashim keladi, masalan. Siz masalan ice coffee zakaz qilsangiz, biz обычный кофе uramizda, kommentariyasiga ice deb yozishimiz kerak. Men ice baby deb yozaman. Barista bunday o'qiydi, "Da, все, ice coffee." To'xta, ozgina kulishmaymizmi? O'zi keraksiz paytda hazil qiladi. Bir marta cappuccino qilib berdi, men aytdim, "Shakar soldingmi?" dedim. "Yo'q." "Shirin qilib bering" dedim. Uni oldida bitta ho'plab mana deydi. Shirin bo'ldi. Ofitsiant bo'lib ishlayman. Keyin ofitsiant bo'lib ishlash unchalik yaxshi ish emas sizlarga aytsam. Chunki men o'ylagandim, u yoqda orzularim o'shaladi. Masalan, hamma kinolarda ko'rganman-da. Qiynalgan odamlar ofitsiant bo'lib ishlayotgan bo'ladi. Men ham qaysidir kun stollarda o'tgan bo'laman-da. Yonimda kimdir fransuzcha gaplashyapti, la bonjour, cherchez-le nimadirlar. Kimdir gapiga tushunmadi. Men bundoq qarayman-da. Maykingizni ip uzilibdi deyapti. Ya'ni birat qarab, "Wow, siz fransuzchani bilasizmi?" Da, bo'ldi, ertaga keling, $12,000 oylikka ishga olamiz" deydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Chunki bilishadi qanaqa hazil qilishimni. Bu yomon. Keyin ofitsiantlikdan kuxnaga o'tkazishdi. Kuxnaga o'tkazishdi, men bilmayman nimaga, chunki bu o'sishmi yoki qulashmi? Tushunyapsizmi? Mana siz tayyor ovqatni olib borib bera olmadingiz. Endi o'sha ovqatni sizga tayyorlashtirishyapti.
Men uyda ba'zida roltonni kuydiraveraman. To'g'risi, rostdan ham unchalik eplay olmadim. Bir marta qo'limni kesib oldim, bodring kesayotganda. Bittasiga bodring kesayotganda barmog'imni kesib oldim desam, bodring bilanmi deydi. Aytdim, yo'q. Pichoq bilan. Xo'p, bodring mana qara, bodring kesmasang qo'lingni kesib olarmiding? Yo'q, demak bodring ham aybdor. No da, to'g'ri. Lekin bodring unchalik o'tkir bo'lmaydi sizlarga aytsam. O'ylab qoldim, rostdan ham o'tkir bo'lsa-chi, tasavvur qiling. James Bond uyda dushmanini kutyapti-da, bodring to'g'rab o'tiribdi-da. Shundan dushmani keladi. No, achuchuk qilayotgan bo'ding. Da, vaqtida kelding. Igras ishkal boshlanib ketadi, dushmani shuni pichoq olib James Bondga tiraydi. James Bond bodringni olish kerak edi, deydi. Bodring bilan urib o'ldiradi. Da, bodring agar shunchalik qo'rqinchli bo'lganda edi, men bu qamoqxonalarda hamchi, men bu qanaqadir kuchli sizlarni qo'rqitadigan odamlar bundoq kelardida, imdod tilidan bodring chiqarardi. Ularning laqabi Yovvoyi bodring. Yoki masalan ishkalga borib qolganingizda bundoq qarab, "Sen qo'rqmayapsanmi?" Yo'q. Bundoq qilasiz, bodring chiqdi. Endichi. Da, shunaqa. Yana nima demoqchi edim? Ha, ko'pchilik mendan so'rashadi, "Otabek, sen nimang bor?" deb. Meni hech nimam yo'q. Menda faqat mehr, muhabbatga to'la qalb bor. Nima qilay, bu hammaga yetsa. Bu bevafolik emas. Bu ko'p mehrlik. Boya aytdim, jamoat transportlarida yuraman, chunki Yandexga mehr bilan to'lab bo'lmaydi. No, g'alati bo'ladi. Masalan, manzilga yetib keldingiz, taksi peshonasidan o'pib qo'yasiz-da. Nima qilib? Nima bu desa, mehr. Bo'pti, bu yoqqa deydi. Nimaga desam, "Zdaching bor" deydi-da. Rahmat, menda qolchi shular. Hay mayli stand up. Buguncha shu. Xayr, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kamina Mirshakar Fayzullayev sizlarni sahna stand up klubda yana kutib qolamiz. Stand upni jonli ko'rgan yaxshiroq. Salomat bo'ling.